Ajoyibsizlar qizlarim. Kecha ana videoga kimmaydi pachoq kalla deb yozibdi Mardudimi? Haqiqatan kallam pachoq bir tarafi pashurgichdek bo'lib qolgan desam, bittasi lichkamga kirib ko'pchilik yozgan. Odamlar nima deydi? Rassom ustidan kuladi, rasm emas. Hammamiz Alloh yaratgan deb. To'g'ri Alloh yaratgan. Kallamni dumaloq bo'lgan, beshikka qo'yib yotganman, pachoq bo'lib qolgan. Endi u meni qo'limda bo'lmagan. Endi shu taqdir azal ekan, shunaqa ekan. Endi u nogironga kirmaydi. Bittasi yozibdi keyin. Opam meni ham kallam pachoq, orqasi bir taraf qiyshiq. Shuni operatsiya qilib to'g'rilasa bo'ladimi debdi. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman, ha? Kallani orqasini beshikda yotib, qiyshaytirib, o'zbekda ko'p uchraydigan narsa. Beshikda ko'p yotamiz, orqasi pachoq bo'lib qoladi. Men kichkina qizim beshikda umuman yotqizmaganman, bir hafta yotgan, hozir boshi dum-dumaloq birchoska kallada, bitta qizcha shunaqa zo'r turardi sochi. Lekin operatsiya qilib to'g'rilab bo'lamdi suyakni, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Kallani ochib, masalan, kallamni bir tarafi juda pachoq bo'lsa ham, kallamni ochib men operatsiya qildirmagan bo'lardim. Bo'lammi operatsiya qilib tuzatsa, men ham bilmas ekanman.